Xo'p, o'tkir yurak yetishmovchiligi jiddiy kasallik. Avvaliga aniqlash qiyin, davolash oson, so'ngra aniqlash oson, davolash qiyin. Haqiqatan dastlab davolash oson bo'ladi, lekin u kasallikni payqab olish qiyin bo'ladi dastlab. Keyin bo'lsa, jarayon og'irlashgandan keyin davolash ancha qiyinlashadi, aniqlanish oson bo'lib qoladi. Buyraklarda funksiyasi o'rtoqlar bilasizlar, uni filtrlash, reabsorpsiya, sekresiya. Buyraklar asosiy 3 ta funksiyasi va qo'shimcha mana inkressiya funksiyasi bor. Eritropoyetni ishlab chiqarish, ya'ni qon ishlab chiqarishda vazifasi bor. O'tkir yurak yetishmovchiligi bemorlarda eritropoyetin yetishmovchiligi hisobiga ham qon kamayib ketgan holatlar uchrab turadi tez-tez. Buyrak funksiyasi tanada suyuqlik gomeostazini saqlash, metabolik mahsulotlarni yo'q qilish, elektrolitlar almashinuvini va kislota asosiy holatni tartibga solish. Sodda qilib aytganda, gomeostaz bilan ba'zi talabalar e'tibor bermay qoladimi? Gemostaz boshqa, gomeostaz boshqa. Gemostaz o'tgan mavzuyimiz. Gomeostaz organizmda qon tarkibidagi elektrolitlar, mikroelementlar, shu moddalarning bir xildaligini saqlanishi gomeostaz deb ataladi. Suvning organizmda taqsimlanishi, tana massasini suv o'rtacha 60-70, yosh bolalarda 80% deyiladi. O'sha o'rtacha 60-70% suv egallaydi. Hujayra ichida 36%, hujayra tashqarisida 24%. Interstitsiallarda hujayralar aro, ya'ni hujayradan tashqariga kiradi, bu ham 19%. Tomirda 5%, ba'zi holatlarda 7% tana massasining qismini suv egallaydi. Kattalarda sutkalik suv balansi organizmga suv kirishi suvni sarflanishiga teng bo'ladi normada. Ichiladigan suv misol uchun 1-1,5 litr, ovqat mahsulotlari bilan kiradigan suv 700 ml, oksidlanish natijasida hosil bo'ladigan, ya'ni organizmimiz o'zida hosil bo'lgan organizm ichida endogen suv 300-350 ml chiqadi. Hammasi bo'lishi 2-2,5 litr suv organizmda hosil bo'ladi va ichiladi. Suvni sarflashi peshob orqali 1-1,5 litr bir kun davomida sutkada, teri orqali 500 litr, nafas orqali 400 va axlat orqali 100 ml suv chiqib ketadi. Teri orqali chiqadigan suv miqdori yozda bilan yoz fasli, qish faslida farqi bor. Yozda ko'p miqdorda suyuqlik teri orqali chiqib ketish hisobiga suvsizlanish holatlari, qon qo'yilish holatlari kuzatilishi mumkin. Bularda ham raqamlar nisbiy raqamlar o'zgarish bo'lib qolishi mumkin. Qo'shimcha suv talab qiladigan holatlarda o'rtoqlar bilasizlar, temperatura har 1 gradusga ko'tarilishi 50-100 ml qo'shimcha suv talab qiladi. Teri ajralish kuchayishi yengil darajada 1,5 litr suv ko'proq talab qilar ekan. Odamda teri ajralish kuchaygan paytda ko'p miqdorda teri ajralish, lixoradka, shu bezga tutgan bemorlarda ko'ryapsizlar, mana bezga tutgan bemorlarda lixoradka deyapti. Qon aylanish markazlashish hisobiga yana ham ko'proq 1-1,5 litr suv talab qiladi organizm. Tachipnoe, ya'ni o'sha nafas olish tezlashgan paytda, nafas soni 30 tadan oshganda, 30 taga yetganda 50 litr qo'shimcha nafas suv talab qiladi. Sun'iy o'pka ventilyatsiyasi, giperventilyasiya paytida 0,5-1,5 litr ko'proq suv talab qiladi. Tananing tashqi va ichki jarohatlarida 0,5 dan 3 litrgacha suv talab qilishi mumkin. Ya'ni har xil misol kuyishlarda, teri tashqi tomonidan beriladigan travmalarda ham suv ko'proq talab qiladi organizm. O'tkir yurak yetishmovchiligi odatda polietiologik sindrom sifatida tushuniladi. Buyraklar yuqoridagi funksiyasining yetishmovchiligi bilan tafsirlanadi. Bu quyidagilar bilan namoyon bo'ladi. Tanadagi suyuqlikni ushlab turish bilan gipergidratatsiya rivojlanishi. Ya'ni suyuqlik tashqariga chiqib keta olmaydi. Gipergidratatsiya degani bilasizlar, suyuqlikda odam organizmida suyuqlik miqdorining ko'payishi, gipogidratatsiya suyuqlik miqdorining kamayishi. Giperkalemiya rivojlanishi bilan kaliyni ushlab turish, organizmdagi azot qoldiqlari va boshqa metabolik mahsulotlar va toksik metabolitlarning ko'payishi. Ya'ni shu toksinlarni chiqindi mahsulotlarda organizm o'zidan chiqarib olmaydi, tashqariga chiqara olmay qoladi buyrakni yetishmovchiligi oqibatida. O'tkir yurak disfunksiyasi sindromi bitta ikkita olimlarning ham fikrlarini keltirib qo'yganmiz. Gidremiya
gipergidratatsiya, diselektrolitemiya, azotemiya, kislota asos muvozanati buzilishi bilan ifodalanadi deyilgan. Kostyuchenko degan olim 99-yili. Gidremiya degani suv bilan zaharlanish, gipergidremiya suv miqdorining ko'payishi, elektrolitlar disbalansi degani shu elektrolitlar norma ko'rsatkichlarida buzilishi, azotemiya qonda azot miqdorining ortishi, kislota asos muvozanati buzilishi. Yana bitta o'sha Yevropa olimlari buyrak funksiyasining keskin pasayishi, azotemiya, qon plazmasida karbamid azoti va kreatin konsentratsiyasi ko'payishi bilan namoyon bo'ladi. Ba'zida allegoriya rivojlanishi bilan birga keladi deb o'zlarining fikrini keltirishgan. Yurakning o'tkir yetishmovchiligi uchun xavf omillari. Poliorgan yetishmovchiligining shakllanishiga olib keladigan holatlar o'tkazilgan buyrak kasalliklari, surunkali buyrak yetishmovchiligi, buyrak kasalliklari bo'lgan bemorlarda operatsiyalar, ko'p miqdorda qon quyish yurakning o'tkir yetishmovchiligiga xavf omil hisoblanadi. Ya'niki jamiki kasalliklar shu poliorgan yetishmovchiligi bilan namoyon bo'ladigan kasalliklar shu xavf omil o'tkir buyrak yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. O'tgan mavzularda aytib o'tdik. Har qanday shok holatlari ham buyrak yetishmovchiligi jarayoni o'tib ketib qoladi. Yurakda kasallik borlar ham bular xavf omillari o'tkir buyrak yetishmovchiligi paydo bo'lib qolishi mumkin shu bemorlarda. Yana buyrakning o'tkir yetishmovchiligi uchun xavf omillariga gipertoniya kasalligi, turg'un buyrak yetishmovchiligi, qandli diabet, gipovolemiya holatida jigar sirrozi, aminoglikosid, MPS va boshqa preparatlarni ko'p qabul qilish, bular ham xavf omili hisoblanar ekan. Gipertoniya kasalligini aytib o'tdik. Avval aytganidek, o'sha qon bosimi oshganmi, oshmaganmi farqi yo'q. Buyrakka borayotgan qon tomirlarida spazm bo'lishi mumkin yoki ateroskleroz hisobiga buyrakka borayotgan qon tomirlar torayish hisobiga buyrak xuddi menga qon yetib kelmayapti degan tushuncha oladida, bir soat ko'cha tilida gapiradigan, soddaqa tushuntiradigan bo'lsak. Menga qon yetib kelmayapti degan tushunchani oladida buyrak, keyin o'zidan renin moddasini ajratib chiqara boshlaydi ko'proq miqdorda. Renin moddasi bilasizlar, angiotensin 2 ni angiotensin 1 ga aylantirish hisobiga angiotensin shu kuchli tomirlarni toraytiruvchi xususiyatga ega, shu hisobiga qon bosimi oshish bilan javob qaytaradi. Renin miqdorining oshishi, turg'un buyrak yetishmovchiligi, qandli diabetda ham bilasizlar, har xil nevropatiyalar bo'ladi, angiopatiyalar bo'ladi. Angiopatiya hisobiga ham qon tomirlarida devorida buzilish hisobiga ham buyraklarda qon bilan ta'minlanish buzilishi mumkin. Jigar sirrozini endi bu juda ham katta ma'lumotki, juda ham turli xil sabablar bo'lib qolishi mumkin. Oqsil yetishmovchiligi, qon tomir devorida vitaminlar yetishmovchiligi hisobiga ham buyrakka asorat berib yuborish xavfi yuqori bo'ladi. MPS har xil turli xil preparatlarni organizmimizga yot bo'lgan moddalar ko'p miqdorda iste'mol qilish oqibatida ham buni tushunsa bo'ladi. Buyraklarni o'tkir yetishmovchiligi uchun xavf omili bo'lishi mumkin. Etiologiyasiga qarab o'rtoqlar zarar yetkazuvchi omilni lokalizatsiyasiga va yoki joylashishiga qarab quyidagilar bo'lishi mumkin. Prerenal, ya'ni 70% holatlarda, ya'ni asosiy sabab prerenal bo'ladi. Ya'niki buyrakkacha bo'lgan jarayonlarning buzilishi hisobiga, renal buyrakning o'zidagi jarayonlar buzilishi hisobiga va postrenal buyrakdan keyingi jarayonlarning buzilishi hisobiga shu etiologiya joylashishiga qarab shularni keltirishimiz mumkin. Xo'p, renal mana 25% holatlarda, yana kamroq holatlarda postrenal ham sabab bo'lishi mumkin ekan. Endi prerenal sabablar qon buyraklarga yetib borguncha harakat qiladigan zararli omillarni o'z ichiga oladi. Ya'ni ko'ryapsizlar, mana buyrakni etiologiyasi joylashishiga qarab 3 ga bo'lib oldik. Buyrakkacha, buyrakdagi va buyrakdan keyingi. Bilasizlarmi, jigar kasalliklarida ham xuddi shunga o'xshash holat bor. Jigargacha bo'lgan jarayonlar buzilishi, jigardagi va jigardan keyingi jarayonlar buzilishi hisobiga ham jigar yetishmovchiligi kelishi mumkin. Prerenal yetishmovchilik buyrak qon oqimi va glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishi tufayli qon zardobida kreatinin yoki karbamid azot konsentratsiyasining oshishi tushuniladi.
Bu buyrak perfuziyasini pasayishiga fiziologik javobdir. Shu bilan birga nefronlar zarar ko'rmaydi, ammo buyraklar gemodinamik buzilishlar tufayli qonni filtrlay olmaydi. Buyrakgacha qon oqimini kamayishiga olib keladigan omillar aylanma qon hajmini pasayishi, gipovolemiya, katta qon yo'qotish, interstitsial kuyishlar, peritonit, ichak tutilishida, plazma yo'qolishida, oshqozon ichak trakti orqali yo'qotishlar tufayli suvsizlanish, qusish, diareya, nazogastraziontlar, senterostomiyalar buyrakgacha qon oqimi kamayishiga olib kelishi mumkin. Endi o'sha aytib o'tdik, shok, jamiki shok holatlari buyrakda zararlanish, nishon organlari zararlanishi shu qatori o'sha buyrakda zararlanishga olib kelishi mumkin. Peritonit infeksiyalar hisobiga, ichak tutilishida plazma yo'qotish hisobiga ham sabablardan aytib o'tdik. Organizmga suyuqlik kirish kamayishi, diuretiklar, peridozirovkasi, kompensatsiyalanmagan qandli diabet, qandsiz diabet, poliuriya bilan kechuvchi buyrak patologiyasi, buyrak usti bezi yetishmovchiligi, teri orqali suyuqlikni ko'p yo'qotish, gipertermiya, jismoniy zo'riqishda, gipoalbuminemiya bilan bog'liq bo'lgan organizmda suyuqlikni noto'g'ri taqsimlanishi, jigar kasalliklari, nefrotik sindrom, oziqlanish buzilishi, qisqa vaqtda asid suyuqligini evakuatsiyasi. O'rtoqlar, diuretiklar peridozirovkasini tushunishlaringiz mumkin. Suyuqlik ichga chiqib qolish hisobiga kompensatsiyalanmagan qandli diabet deyilganda organizm o'zini o'zi o'sha yo'qotilayotgan suyuqlik, mana misol ko'p chanqash bo'ladi va ko'p peshob, hojatga ko'p siyish bo'ladi. Shu ko'p hojatga borish peshob hisobiga suyuqlik ichib ketadi-da, kompensatsiya qilib ulgurmagan hisobiga ham suvsizlanish kuzatilishi mumkin. Qandsiz diabetda bilasizlar, o'rtoqlar, antidiuretik gormonning yetishmovchiligi yo shuni buzilish hisobiga bo'ladi. Ya'ni antidiuretik gormon yetishmaslik hisobiga organizmdan ko'p miqdorda suyuqlik chiqib ketadi. Bilasizlar, bosh miyadan o'sha gipotalamusdan, gipofiz orqali gipotalamusdan antidiuretik gormon chiqadi, vazopressin. Bu chiqqandan keyin buyrakdagi o'sha buyrak usti beziga yetib borib, shu hisobiga aldosteronlar hisobiga siylikni o'zida ushlab qoladi-da. Agar bu gormon yetishmovchilik hisobiga yoki gormon yetishsa ham o'sha buyraklardagi buyrak po'stlog'i, buyrakning usti bezidagi sezuvchan reseptorlari sezmay qolsa ham antidiuretik gormonni, xuddi shu qandsiz diabetdaqa kasalliklar kuzatilishi mumkin. Suvsizlanish hisobiga o'tkir buyrak yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin. O'rtoqlar, mana yerda pastroqda qisqa vaqt ichida asid suyuqligini evakuatsiya qilish ham o'tkir buyrak yetishmovchiligiga sabab bo'lishi mumkin, gipovolemiya holatiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun asidi bor bemorlarda suvni osongina olib tashlamaydi-da, imkon qadar qon orqali so'rilib chiqarib olishga harakat qilinadi dori-darmon muolajalari orqali. Xo'p, gipovolemiya variantlari. Har qanday gipovolemiya, ya'ni umumiy aylanayotgan qon hajmini kamayishiga olib keladi. Absolut bo'lishi mumkin gipovolemiya yoki nisbiy bo'lishi mumkin. Absolut deyilganda qon tomiridan katta miqdorda suyuqlik chiqib ketish hisobiga bo'ladi. Buni tushunsa bo'ladi. Travma hisobiga, shu ya'ni qon oqishi hisobiga. Nisbiy deganda qon tomir devori o'tkazuvchanlik buzilishi hisobiga bo'ladigan gipovolemiya, ya'niki qon tomir devoridan shu oqsillar chiqib ketishi, qon tomir devorining buzilishi hisobiga, elektrolitlar shu balans, disbalansi hisobiga suyuqlik to'qimaga yoki tashqariga chiqib ketishi tushunishimiz mumkin. Miyokard yetishmovchilik natijasida yurak funksiyasining birlamchi pasayishi bilan bog'liq holatlar deganda, o'tkir miyokard infarkti. O'tkir miyokard infarkti qanday qilib o'tkir buyrak yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin deydigan bo'lsak, bu yerda jarayon kardiogen shokka o'tgan bo'ladi. Misol uchun, har qanday shu miyokard infarktida ham o'tkir buyrak yetishmovchilik bo'lmasligi mumkin, lekin trombning katta kichikligiga qarab, qanchalik toch tomirlar to'silib bekilganligiga qarab, zararlangan qismga va og'riqning kuchligiga qarab kardiogen shokka tushgan bemorda aytib o'tdik, shokda gipovolemiya holati hisobiga shu o'tkir buyrak yetishmovchiligi kelib chiqishi mumkin. Xavfli gipertenziya. Xavfli gipotenziyada ham o'sha qon bosimi kuchli oshishi hisobiga ham qon tomir buyrakdagi shu mayda qon tomirlar zararlanishi yoki ba'zi qon tomirlarida spazm hisobiga yoki tromblar hisobiga ham buyrakka borayotgan qon bormay qolish hisobiga o'tkir buyrak yetishmovchiligi bo'lishi mumkin.
o'pka emboliyasi deyilganda nimaga o'pka emboliyasi? Ya'ni tela tromboemboliya, logichniy arteriya. O'pkaga borayotgan qon to'siladi o'pka emboliyasida va o'pkadan chiqayotgan qon yetishmaydi, yurakka kelayotgan qon yetishmaydi. Yurakka qon yetib kelmagandan keyin o'z-o'zidan butun tanaga qonni yetkazib bera olmaydi. Shu hisobiga ham qon yetishmovchiligi bo'lib, buyrakda shu prerenal buyrak yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. Perikardial tamponada. Perikardial tamponadada bilasizlar, yurak fraksiya vibris qon haydab berish funksiyasi buzilish hisobiga buyrakka qon yetmaydi. Shu hisobiga bo'lishi mumkin. Yurak klapanlari kasalliklari turg'un yurak yetishmovchiligida. Aritmiyalarda o'tkir endokardit o'rtoqlar, bu tevadaglar hammasi oxiri sabab qonni buyrakka yetib bormaslik hisobiga shu taqaladi buyrak yetishmovchiligi prerenali. Aritmiyalarda ham shu qon aylanish yetishmovchiligi buyrakka qon yetib bormaslik hisobiga. Tizimli vazodilatatsiya natijasida perfuziya bosimini pasayishi bilan bog'liq sharoitlar 1 soat ichida arterial давление sistolikning 20 mm ga pasayishi. Turli xil kelib chiqadigan zarbalar, gipovolemik septik, anafilaktik, poliorgan yetishmovchilik sindromi, sepsis, ishemiya. Ya'ni mana aytyapmizki, birdaniga 20 mm simob ustidan qon bosimi, sistolik bosim tushib ketishi ham bildirar ekan bemorga o'tkir buyrak yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. Ya travma hisobiga deyapti bu yerda. Ya'ni travma hisobiga, travmatik shok hisobiga bo'ladi. Qon yetib bormaydi buyrakka. Ishemiya deyilganda o'rtoqlar, tromb faqatgina bosh miya yoki yurakka emas, hattoki mana buyrakka borayotgan qon tomirlarida ham bo'lib qolishi mumkin. Shu hisobiga ishemiya hisobiga o'tkir buyrak yetishmovchiligi bo'ladi. Sepsis nimaga deydigan bo'lsak, septik shokka o'tmagan taqdirda ham sepsis hisobiga mana misol bakterial infeksiya qon tomir devorini buzish hisobiga, buyraklarga borayotgan qon tomirlar devori buzilishi hisobiga qon yetib bormasdan o'tkir buyrak yetishmovchiligi prerenal sabab bo'lishi mumkin. Gipoperfuziya oqibatida buyrak shikastlanish darajasi. Kortikal gipoperfuziya odatda prerenal azotemiya bilan namoyon bo'ladi. Prerenal azotemiya buyrak funksiyasining funksional buzilishi, buyrakni strukturaviy shikastlanishsiz gipoperfuziya tufayli glomerulyar filtratsiya pasayishi. Funksiyasi etiologik omil bartaraf etilganda va buyrak qoni oqimi tiklangandan so'ng darhol tiklanadi. Medulyar gipoperfuziya prerenal azotemiya va o'tkir kanalchalar nekrozi o'rtasida chegara hisoblanadi, hosil bilan namoyon bo'ladi. Ya'niki mana misol kortikal gipoperfuziya deyilganda buyrakning mag'iz qismi emas, postloq qismida perfuziya buzilgan, qon yaxshi yetib bormayapti. Bu jarayon azotemiya bilan bo'lar ekan va perfuziya tiklangandan keyin darrov buyrak o'zini yana qayta tiklab olar ekan. Medulyar gipoperfuziya bo'lsa buyrakning mag'iz qismidagi gipoperfuziya buyrak kanalchalarida nekrozi o'rtasidagi chegara ekan. Bu jarayon ko'p vaqt olmaydi. Qisqa vaqt ichida kanalchalar nekrozi o'zi boshlanadi. Nekroz bo'lgandan keyin bilasizlar, bular yana qayta tiklanish qiyin, imkon yo'q hisob. Shu hisobiga mana mag'iz qismidagi gipoperfuziya, buyrak kanalchalar nekrozi qaytalanmaydigan, shu tiklanmaydigan o'tkir buyrak yetishmovchiligi sabab bo'lishi mumkin. Buyrak endi o'ziga keldik, mana buyrakni renal yetishmovchiligi, o'tkir kanalchalar nekrozi. Prerenalni gapirib o'tdik. Sabab lokalizatsiyasiga qarab endi renalga, buyrakda o'zidagi yetishmovchilikka o'tdik o'rtoqlar. Nefronlarga zarar yetkazish orqali buyrak yetishmovchiligini keltirib chiqaradigan omillar ta'sir ostida rivojlanadi. O'tkir buyrak renal yetishmovchiligini keltirib chiqaradigan buyrak kasalliklarining 4 toifasi mavjud. Buyrak ishemiyasi, ishemik variant, glomerulyar kasalliklar, buyrak tomirlari kasalliklari, toksik shikastlanishlar, nefrotoksik variantda aytishimiz mumkin. Ishemik o'tkir kanalchalar nekrozi, u buyrak gipoperfuziyasi natijasida medulyar gipoperfuziya desangiz ham bo'laveradi, rivojlanadi va prerenal azotemiya bilan bog'liq har qanday sharoitda og'ir ishemiya uzoq vaqt olmayotganda paydo bo'ladi dek. Ishemiyaki, ya'ni o'sha tromb hisobiga bo'lishi mumkin. Qon yaxshi yetib bormaslik hisobiga, o'sha ishemiya hisobiga bo'ladi.
renal sababiga. Endi kanalchalar zararlanishi post streptokok glomerulonefrit, immun glomerulonefrit yoki tizimli kasalliklarda glomerulonefrit, o'tkir interstitsial nefrit, tarqalgan tomir ichida koagulyatsiya sindromi, surunkali yurak yetishmovchiliklari kanalchalar zararlanishi tipidagi, ya'ni hali aytib o'tgan to'rtta toifasi mavjud dedik renalda. Bittasi ishemiya, bittasi glomerulyar kasalliklar, ya'ni shu glomerullarda o'zida kechayotgan jarayonlar hisobiga. Bu yerda misol farqi nima deydigan bo'lsak, bu yerda qon yaxshi yetib kelyapti bu yurakka, lekin qandaydir autoimmun kasalliklar, qanaqadir autoimmun jarayonlar yoki qanaqadir infeksiya, mana post streptokok glomerulonefrit deyapti, infeksiya hisobiga shu yurakdagi mag'iz qismidagi qon tomirlarida buzilishi, qon tomirlar devorini buzilishi, qon aylanish buzilishi hisobiga bo'lyapti. Gipovolemiya emas bu yerda qon tomir devori buzilish hisobiga jarayon bo'lyapti. Deves sindromida ham o'rtoqlar bilasizlar, qon uvishida buzilish hisobiga ham yurak qon bilan ta'minlay olmasligi, gipoperfuziya hisobiga kanalchalar nekroz boshlanib ketib qolishi mumkin. Yurak tomirlari zararlanishi, vaskulit, o'tkir arterial tromboz, o'tkir ikki tomonlama venöz tromboz, sklerodermiya. Sklerodermiyani ham kanalchalar zararlanishiga qo'shishimiz mumkin. Sababi u autoimmun kasallikka ham tortib yuboradi orada. O'rtoqlar, autoimmun jarayon deyilganda ko'pchilik faqatgina reumatoid kasallikni tushunadi yoki sistemali qizil valchanka yoki yana bir qancha 4-5 ta autoimmun kasalliklar tushunadi. O'rtoqlar, autoimmun kasalliklar juda ham ko'p. Bu biz aytgan reumatoid artrit, tizimli qizil yugurik, keyin sistemali qizil valchanka, sklerodermiya, bular xamir uchidan patr desa bo'ladi. Autoimmun kasalliklar juda ham ko'p. Bu degani misol bemorda reumatoid faktor chiqmasligi mumkin, lekin misol bemorda, har qanday bemorda reumatoid faktor chiqmasa ham autoimmun jarayon hisobiga, misol bo'g'imlarda, organizmda qayerdadir autoimmun reaksiyalar organizmni zararlayotgan bo'lishi mumkin. Ya'niki misol sizlarga qo'shimcha ma'lumot gapirib ketaman. Bilasizlar, mana kortizol Xudoning qudrati bilan autoimmun jarayonlarni pasaytiradi, normallashtiradi. Kortizol yetishmovchiligi hisobiga odamda autoimmun jarayon kuchayib ketadi. Har qanday odamda autoimmun jarayon kuchayib ketadi. Shu hisobiga reumatoid faktor chiqmasa ham besabab bo'g'imlarda og'riqlar bo'lishi mumkin, bellarda besabab shamollashlar bo'lishi mumkin. Mana misol T limfosit, B limfositlar juda ham kuchli, o'sha bilasizlar, immunitet hujayralari organizmni o'zini o'zi zararlab qo'yish holatlari kuzatilishi mumkin. Keyin kortizol, aytib o'tdim, kortizol autoimmun jarayonlarni bosadi. Kortizol odamda misol ko'p ishlab chiqarilsa autoimmun jarayonlari kamayadi, lekin immunitet tushadi, shamollash kuchayadi, infeksiya kuchayib ketib qolishi mumkin. Lekin kortizol organizmda ko'paygan taqdirda ham ba'zi bemorlarda kortizolga rezistentlik bo'lib qoladi, ya'ni reseptorlar sezmay qoladi kortizolni. Shu hisobiga ham organizmda kortizol ko'paygan taqdirda ham reseptorlar sezmasligi hisobiga autoimmun jarayonlar kuchayib ketib qolishi mumkin. Keyin kortizol kamayib ketadigan bo'lsa, autoimmun jarayonlar aytdik, o'sha autoimmun jarayonlar kuchayib ketadi deb. Kortizol ba'zi kasallarda kortizolga sezuvchanlik oshib ketib qoladi, ya'ni ozginagina organizmda kortizol chiqqan hisobiga ham autoimmun jarayonlar pasayishi, lekin immunitet tushib ketib qolishi mumkin. Biz organizmimizda kortizol almashinuvi buzilishini qanday sezishimiz mumkin? Arzimagan narsaga misol kasal bo'lish, arzimagan narsaga misol ozgina shamollash, shabadada, yelvizakda turganda stimachi ketib qolishi yoki ozgina yelvizakda turganda misol burun bitishi, shamollash, burun oqishi holatlari, ozgina yelvizakda turganda misol belda og'riq, bo'g'imlarda og'riq, mana misol ayni ochiq qolsa biz o'zimiz sezmaymiz, lekin organizm sezadi. Yelvizakda o'tirsak misol yarim soat, shu kuni kechqurun yoki ertasiga ertaman belda og'riq bo'lishi mumkin.
belgisiki yelvizek o'rtoqlar bitta ma'lumot. Yelvizek ta'sirida organizm immunitet kuchayadi. Ya'ni shamol bo'lsa, bir odamni yuziga yoki badaniga shamol ta'sirida immunitet kuchayadi-da, ya'ni T linfas, B linfaslar kuchayish hisobiga kortizol shu autoimmun jarayonni yenga olmasa, autoimmun jarayon kuchayib ketib qolishi mumkin. Shu hisobiga autoimmun jarayon bo'lib, yelvizekda o'tirgan bemorlarda yoki immunitet tushishi yoki kortizol immunitet tushishi yoki har qanday autoimmun jarayon bo'g'imlarda og'irlab kuchayib ketib qolishi mumkin. Yurak tomirlari zararlanishi deganda vaskulit, bu vaskulit ko'proq umumiy holatda keladi. Shu qatorda yurak tomirlarining ham zararlanish hisobiga ko'p holatda og'ir ahvoldagi vaskulit o'tkazganlarda o'tkir yurak yetishmovchilik kuzatiladi. Xudo saqlasin. Tromboz aytib o'tdik. Tromblar faqatgina bosh miya, yurakda emas, yurakka borayotgan qon tomirlarida ham bo'lishi mumkin. O'tkir ikki tomonlama venöz tromboz, sklerodermiya, yana bitta qizlarga qiziq ma'lumot o'rtoqlar. Kortizolni yaxshi tomoni autoimmun jarayonlar pasayadi, lekin immunitet tushadi. Bu manfiy tomoni. Bizda melatonin degan gormon bor, organizm o'zida ishlab chiqariladi normada. Xudoning qudrati bilan har qanaqa autoimmun jarayonlarni ham juda ham yaxshi davolaydi. O'zimizda ishlab chiqarilib va immunitetni tushirmagan holatda zarari yo'q hisob, foydasi yaxshi bo'ladi bizga. Biz autoimmun jarayonlarni kortizol bilan davolash emas, kortizol ya'niki gidrokortizon, prednizolon, dexametazon bilan davolash emas, organizm o'z ichki kuchidan foydalanib melatonin bilan davolashni men tavsiya qilaman ko'p autoimmun jarayonlarda. Toksik zararlanishi. Ba'zi dorilar dekstran, aminoglikozidlar, sefalosporinlar, glikopeptidlar, rifampicin, amfoterisin B, sulfanilamidlar, amidopirin, aspirin, MPVSlar, salisilat, ibuprofen, yuqori dozalarda furosemid, APF ingibitorlari, amfetaminlar, teofilin, statinlar, spirtli ichimliklar, uglerod oksidi bilan zaharlanish, is gazi bilan zaharlanish, og'ir metall tuzlari bilan zaharlanishlar toksik zararlab qo'yishi mumkin. Bu yerda misol gipovolemiya bo'lmayapti, qon tomir devorlari ham buzilmayapti, lekin toksinlar hisobiga buyrak o'sha nefronlar buzilishi hisobiga shu zararlanish kelib chiqyapti. Og'ir metall tuzi bilan zararlanish deganda o'rtoqlar, oddiy misol bizi termometrimiz, isitma o'lchaydigan termometr buzilib qolgan, sinib qolsa, shuni ichidagi shu simobdan zaharlangan bemorlar ham uchrab qoladi. Yoki temir moddasini ko'p miqdorda iste'mol qilavergan bemorlarda ham shu metall tuzlardan, temirdan zaharlanish holatlari uchrab turadi. Gem buyraklar uchun zaharli hisoblanadi, shuningdek qizil qon tanachalari buyrak tomirlarini spazmini keltirib chiqaradi. Bu ma'lumotlarga nima kerak? Bilasizlar, mana o'rtoqlar, eritrosit parchalanganda gemoglobin chiqadi, gemoglobin ham parchalanganda gem bilan globulin va bilirubinga parchalanadi. Har qanday eritrositlarni parchalanishi jarayoni kechayotgan bemorlarda gem chiqib buyrakni zararlab qo'yishi mumkin. Aytayapmiz, mana buyrak uchun zararli deb. Ya'niki o'tgan mavzuda sizlarga aytuvdimmi yo'qmi, o'sha eritrositlar yangi tug'ilgan chaqaloqda 14 kun 20 kun ichida sarg'ayish, o'sha eritrositlari parchalanishi, onadan o'tgan qonni eritrositlarini bolani qoni parchalab yuborishi hisobiga eritrosit parchalanib, gem bilan globulin parchalanib, bilirubinga parchalanib sarg'ayish bo'ladi. Gemni o'zi ham parchalangandan keyin mana aytayapmiz, yurakni zararlab, tomirlar spazm keltirib chiqarishi mumkin. O'rtoqlar, reanimatsion masalada, umuman tibbiyot masalasida bitta masala borki, eritrositlar parchalanishi bizga misol uzoq ma'lumot emas, biz uchun kerak ma'lumotlardan bittasi. Mana misol bosim pasayadigan bo'lsa ham, misol o'ta darajada bosim pasayib ketadigan bo'lsa, toqqa chiqqan paytlarimizda ham ba'zi holatlarda hattoki yoki qon tomir tarkibidagi ishqoriy muhit oshib ketadigan bo'lsa ham, eritrositlar bo'kib, parchalanib ketishi mumkin. Qon kamayib ketishi mumkin shu bemorlarda ham. Qonni ham ishqoriy, ya'ni pH-ga e'tibor berib qo'yishimiz kerak biz og'ir ahvoldagi reanimatsion bemorlarda. Aynan mana shu pH sababan qon kamayib ketayotgan, eritrosit parchalanib ketayotgan bo'lishi mumkin. Shular hisobga qo'yishimiz kerak. Atsidoz sharoitida eritrositlar bujmayib turib, yana o'sha qon kislorod tashiy olmaydi. Qaysidir misol bemorlarga havo yetmay qoladi-da, havo yetmasligining sababi misol
tekshirganda ertalash normada chiqaveradi, soni gemoglobinlar normada chiqaveradi, lekin havo yetmay qolaveradi, hansirab qolaveradi. Shularda ertalash misol bo'lishi mumkin, lekin shakli o'zgargan ertalashlar bo'lishi mumkin. Qandaydir shu qonni pH o'zgargan hisobiga ham ertalashlar shakli o'zgarib, kislorod tashiy olmay qolishi mumkin. Shu hisobiga ham havo yetmaslik hissi bo'lishi mumkin. Havo yetmasligini ham bilasizlar o'rtoqlar, har qanday holat bo'lishi mumkin. Misol burun bekilgan hisobiga ham havo yetmasligi mumkin yoki qon tomirida kislorod tashish imkoniyati cheklangan hisobiga, yurak yetishmovchilik hisobiga ham havo yetmasligi holatlari bo'lishi mumkin yoki havoda chiqara olmaslik hisobiga ham, misol astmalarda havo yetmasligi hissi bo'lishi mumkin. Postrenal yetishmovchilik endi buyrakdan o'tdek o'rtoqlar, buyrak kanalchalarida siydik yo'ligacha siydik yo'llarini har qanday darajada siydikning normal chiqishi uchun anatomik yoki funksional to'siq bo'lgan holat. Ya'ni mana siydik chiqarish yo'llari obstruksiyasi, shish jarayonlari, ginekologik yoki aksiyologik operatsiyalari, siydik pufagini aniqlanmagan yorilishi, prostata gipertrofiyasi, o'smalar, xudo saqlasin, siydik toshlari hisobiga ham siydik tashqariga chiqib keta olmay qolishi mumkin. Endi siydik toshlari deyilganda, agar kichik tosh bo'ladigan bo'lsa, hojatga yugurtiraveradi, bilasizlar. Hojatga boradida siyish chiqmaydi, peshob chiqmaydi, lekin og'riq bo'ladi, qon chiqishi mumkin, lekin siydik toshlari kattaroq bo'ladigan bo'lsa, to'silib qolib, obstruksiya his berishi mumkin. Obstruksiya joyi proksimal siydik yo'llari gidrostatik bosimni oshishiga olib keladi. Jarayon borib bu glomerulyar filtratsiyani pasayishiga olib keladi va oxir-oqibat buyrak parenximasining morfologik shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Ikkala buyrakning obstruksiyasi turli darajadagi buyrak yetishmovchiligining rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Ya'ni bittasidagi obstruksiya ikkinchi buyrakni zo'ri qushlashga ta'sir qiladi, lekin ikkalasida ham obstruksiya bo'ladigan bo'lsa, bunda haqiqatan ikkala buyrakda ham o'tkir yetishmovchilik kuzatilishi mumkin. Ya'niki mana misol ba'zi bemorlarda bu holatda o'zidan o'zi sababsiz peshob kamayib ketadi. Bu bemorlarda ham tekshiruv o'tkazib qo'yish kerak. Jarayon obstruksiya hisobiga kechyaptimi yoki tashqaridan o'zi suyuqlik kam ichilyaptimi yoki boshqa buyrakdagi jarayonlar hisobiga siyish kamaygan, shuni aniqlab qo'yish kerak bo'ladi. O'tkir buyrak yetishmovchilik diagnostikasi algoritmi buyrak yetishmovchiligi mavjud bo'lgan o'tkir buyrak yetishmovchiligi va surunkali buyrak yetishmovchiligining differensial diagnostikasi, oligoanuriya mavjudligini tasdiqlash, siydik yo'llari obstruksiyasini istisno qilish va prerenal oligonuriya, gepatorenal sindromni istisno qilish, o'tkir buyrak yetishmovchiligiga olib kelgan buyrak kasalligini istisno qilish, glomerulonefrit, interstitial nefrit, vaskulit buyrak qon ta'minoti buzilishlarini istisno qilish, buyrak tomirlarini trombotik yoki embolik okkluziya, o'tkir buyrak shikastlanishining og'irlik darajasini aniqlash. Ya'ni o'rtoqlar, biz o'tkir buyrak yetishmovchiligi, ya'ni oddiy misol mana siyish kamayib kelgan bemorlarda biz mana shu jarayonlarni aniqlab olishimiz kerak. O'zi asli nimaga kamayyapti u? Siyish nimaga kamayyapti? Mana misol peshob nimaga kamayyapti? Bu yerda obstruksiya bormi yoki renal jarayon kechyaptimi yoki prerenal jarayon kechyaptimi? Postrenal bo'lsa, UZI orqali yoki kompyuter tomografiya orqali aniqlashimiz mumkin. Buyrak orqali bo'ladigan bo'lsa, renal bo'ladigan bo'lsa, unda bioximik tekshiruvlarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Yetib boramiz hozir. O'tkir buyrak shikastlanishining erta tashxisoti. O'tkir buyrak yetishmovchiligining rivojlanishi uchun xavf omillari bo'lgan barcha bemorlar quyidagilar diagnostik choralarini ko'rishlari kerak. Ya'ni bu yerda hali bemor emas, o'tkir buyrak yetishmovchiligi yo'q, lekin xavf omiliga kiruvchi bemorlar deyapti. Suv balansini har kun to'liq baholash. Ya'ni boshida aytib o'tdik, qaysi bemorlarda xavf omillari bo'ladi. O'sha xavf omillari bor bemorlarda suv balansini har kun to'liq baholash. Kundalik tortish, qon bosimini kuniga kamida 2 marta yotgan holatda va iloji bo'lsa tik turgan holatda, ortostatik holatda o'lchash. Ortostatik testni aytganidek, tik turgan holatda o'lchash, past turgan, o'tirib olgan, yotgan holatda qon bosimini o'lchash. Karbamid, azot, kreatinin va elektrolitlarning plazmadagi konsentratsiyasini har kuni aniqlash. Bu har oddiy uy sharoitida iloji yo'q, lekin shifoxona sharoitida standart statsionar sharoitlarda aniqlash imkoni bor, ba'zilari ko'plarini. Differensial diagnostikada prerenal bilan postrenalda klinika gipovolemiya, prerenalda gipovolemiya bo'ladi, postrenalda gipovolemiya bo'lmaydi. Mana misol kapinissani quyadigan bo'lsak, ko'p miqdorda misol glyukoza, elektrolitlar quyadigan bo'lsak, o'sha qisqa vaqt ichida bemor hojatga borib kelib qolishi mumkin. Bu prerenalda bu diurezni ko'payishi bo'ladi. Biz kapinissa quysak,
Postrenalda diurez ko'payish kuzatilmaydi. Prerenalda siddikdagi natriy miqdori 20 millimoldan past, postrenalda 40 millimoldan yuqori. Xlor siddikdagi 20 millimoldan past, postrenalda 20 dan ko'p. Osmolarligi siddikning osmolarligi 500 milliosmolardan litrga ko'p, postrenalda kam. Endi siddikda osmolarligini plazma osmolarligi nisbati 1/3 dan, ya'ni analizlarda chiqib qoladi, umumiy siddik analizlarda 1,005, 1,010 shu ko'rsatkich prerenalda 1/3 dan yuqori, postrenalda 1/1 dan past bo'lar ekan. Endi yana differensial diagnostika prerenalda kreatinin miqdorini, kreatinin siddikdagi va plazmadagi kreatininning nisbati prerenalda 40 dan yuqori, postrenalda 20 dan past. Indeks почечной недостаточности, ya'ni buyrak yetishmovchilik indeksi 1% dan past, postrenalda 2% dan yuqori. Siddikdagi mochevinani plazmadagi mochevinaga nisbati 8 dan yuqori, postrenalda 3 dan past. Plazmadagi kreatininni azotli mochevinaga nisbati 20 dan yuqori prerenalda, postrenalda 10 dan past. Fraksiya ekskresiya natriydagi 1% dan past, 2% dan yuqori. Bu fraksiyani o'lchashda indeks почечной недостаточности, buyrak yetishmovchiligi indekslarini o'zini formulalari bor. Endi klassifikatsiya Rifleda o'sha Yevropani urologlari, nefrologlari kelishib shu Rifle klassifikatsiyasini keltirilgan. Ko'ryapsizlar, bunda mana 5 ta darajasi bor. Birinchi darajasida risk, ya'ni xavf, ikkinchi darajasida zararlanish, uchinchi darajasida shu недостаточность, yetishmovchilik, to'rtinchi darajasida L bosqichida yo'qolishi, keyingi oxirgi darajasida terminal bosqich, ya'ni og'ir darajadagi bosqichi. Mana bu yerda mana indeks почечной недостаточности, ya'ni buyrak yetishmovchiligi indeksi. Chiziq tevasida mana siddikdagi natriy miqdori, chiziqning pastida siddikdagi kreatinin miqdori plazmadagi kreatin miqdoriga bo'lingan nisbati shu formula orqali, oxirida 100 ga ko'paytirish orqali buyrak yetishmovchiligi indeksi kelib chiqadi. Klassifikatsiya Rifleda ham o'rtoqlar mana qaysi darajadaligini tekshiruvlar orqali aniqlashimiz mumkin. Kreatinin miqdori 1,5 dan yuqori bo'lsa, birinchi daraja, kreatinin 2 dan yuqori bo'lsa, ikkinchi daraja, ya'ni zararlanish, kreatinin miqdori 3 baravardan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 4-daraja, 4 baravardan yuqori bo'lsa, 5-chi va dializga muhtojlik oxirida to'liq anuriya bo'ladigan bo'lsa. O'tkir buyrak yetishmovchilik davomida 3 ta vaqt oralig'i yoki davrlar mavjud. Dastlabki 1-5 sutka bu o'tkir buyrak yetishmovchiligida. Keyin oliga anuriya bosqichi 10-14 kun, keyin sog'ayish, qayta tiklanish bosqichi agar zararlanish juda og'ir bo'lmagan bo'lsa. Ba'zi ma'lumot manbalarda buni 4 ta davrga bo'lib oladi. Oligouriyani alohida qilib, anuriya davrini alohida bo'lib oladi. Bu rasmimiz mana sizlarga nisbatan chap qo'llaringiz tomonidan normal buyrak, o'ng tomondan bujmaygan, kichraygan buyrak, zararlangan, kasallangan. Boshlang'ich davri ushbu bosqichda faqat kasallikning rivojlanish ehtimolini taxmin qilish va funksiyal buzilish haqida gapirish mumkin. Ya'ni misol mana bola-chalar ayniqsa uchrab turadi, ichki ketgan, qayt qilgan va to'satdan reanimatsiyaga tushib qolgan bo'ladi. Sababiki o'sha ichki ketish, qayt qilish hisobiga dastlab misol ichki ketayotgan bemorda taxmin qilishimiz mumkin-da, faqatgina. Bemorda misol bu ichki ketyapti, ertaga o'tkir yurak yetishmovchiligi boshlanib qolishi mumkin deb taxmin qilishimiz mumkin faqat. Oligoanuriya davri, yetakchi klinik ko'rinish diurezni pasayish hisoblanadi. Ya'ni seyish kamayib ketib qolar ekan. Oliguriya kuniga 400 ml kam diurez yoki 20 ml soatdan kam, kattalardagi peshob tezligi soatiga 0,3 ml kilogramm soatdan kam. Anuriya 50 ml kam diurez bir kun davomida. Ba'zi joylarda 100 deyiladi, lekin asosan shu bir kunda 50 ml kam miqdorda sidya ajraladigan bo'lsa, bu anuriya darajasi deyiladi, anuriya bosqichi yoki endi o'rtoqlar, davolash prinsiplariga
Prerenal va postrenal faktorlarni aniqlash. Boshida aytgandik. Haqiqatdan dastlab shu etiologiyani davolab olish kerak. Ya'niki, man ko'pchilik talabalarga aytaman. Misol, maktabda bitta to'polonchi bola bo'ladigan bo'lsa, to'polonchi bolani misol sindirgan aynalarni davolash, stollarni davolash kerak emas. O'sha to'polonchi bolani o'zini davolash kerak bo'ladi. Ya'ni etiologik davo qilish kerak albatta. Etiologiyasini aniqlab, yurak zarf hajmi va buyrakda qon aylanishini optimallashtirish, nefrotoksik preparatlarni olib tashlash, imkon qadar buyrak orqali chiqadigan dorilarni kamaytirish kerak. Doimiy suv elektrolit balansini nazorat qilish, asoratlarni davolash, giperkalemiya, atsidoz, o'pka shishi. Boshlang'ich davrdagi davolash o'rtoqlar, allegoriya bo'lganda furosemitning tavsiya etilgan dozasi 1 dan 10 milligramm kilogrammgacha o'zgaradi. Eng ko'p tarqalgan asosan mana 4 milligramm kilogrammgacha bo'ladi. U 8-10 milligramm daqiqada tezlikda beriladi. Bunda diuretik ta'sir 1 soat ichida yuzaga keladi. Agar diuretik oshsa, lekin ta'siri barqaror bo'lmasa, furosemid takroran beriladi. Furosemiddan foydalanishni to'xtatish sababi sifatida dori preparatni 500-600 milligrammdan keyin ham ta'sirining yo'qligi, demak bizga furosemid kerak bo'lmayapti degan fikrga sabab bo'ladi. Batta o'rtoqlar, oliguriya davridan boshlab ketish beribdi dori-darmonni. Eng dastlabki o'sha misol taxmin qilishimiz mumkin bo'lgan jarayonlarda o'rtoqlar o'sha bilasizlar, suyuqlik o'rnini to'ldirish, suyuqlik ichish, misol mana suyuqlik yo'qotgan hisobiga bo'ladigan bo'lsa, yoki o'sha zararli preparatlarni olib tashlash bo'lishi mumkin yengil darajada holat kasalliklar davolashda. Yoki o'sha misol mana infuzion terapiya, ringirlar, reasabilaklarni qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Oligoanuriya bosqichida davolashda o'rtoqlar giperkalemiya davolash. Kaliyni tomir to'shagidan hujayraga o'tkazish. Natriy bikarbonat eritmasini infuzion 150-200 ml tomir ichiga 20-30 daqiqa davomida, ta'sir muddati 2-4 soat. Glyukoza 40% 100 ml gacha deyilyapti. Shu bilan birga insulinni birga qo'shib qo'llash kerak. Sababki glyukozani birdaniga ko'p miqdorda qonga qo'yadigan bo'lsak, qondagi qand miqdori ko'payib ketib qolib ham bemorda boshqa bir kasalliklar sabab bo'lib qolishi mumkin. Shu hisobiga insulin bilan birga qo'llasak, glyukozani to'qimalarga kirishiga osonlik bo'ladi. Glyukoza o'zi ham kaliyni qon tomir to'shagidan hujayra ichiga to'qimaga qon tomirdan chiqarib yuborishga sabab bo'ladi glyukozani o'zi ham. Glyukoza va magniy, kaliyni mana hozir aytib o'tdik, kaliyning hujayraga kirib borishini osonlashtiradi. Glyukoza insulin aralashmasi, glyukoza plus insulin, magniy karbonat, magniy sulfat bo'lishi kerak shu. 25% eritmasi, 1 gramm quruq glyukoza hujayraga taxminan 0.5 millimol kaliniy tashiydi. O'tkazuvchanlik buzilishlarini bartaraf etish uchun kalsiy xlorid 10% 5-10 ml ta'sir muddati 2 soatgacha. O'tkir buyrak yetishmovchiligida o'rtoqlar antibakterial preparatlar qo'llash bo'yicha birinchi, ikkinchi avlod sefalosporinlar tavsiya qilinmaydi. Chunki ayniqsa saluretiklar bilan birga suvsizlanish holatida bemorlarda nefrotoksik ta'sir ko'rsatadi. Barcha sefalosporinlar buyraklar orqali chiqariladi. Shu hisobiga sefalosporinlar tavsiya qilinmaydi. Eritromitsin asosan buyrakdan tashqari yo'l bilan chiqqan hisobiga organizm to'planmaydi va odatiy dozalarda qo'llash mumkin. Metronidazol ham o'tkir buyrak yetishmovchiligi to'planmaydi va odatiy dozalarda qo'llaniladi. O'rtoqlar bilasizlarmi, eritromitsin bu antibiotik, metronidazol bo'lsa protivmikrobniy preparat bo'ladi. Bir-biridan farqi bor, o'zini o'rni bor buni qo'llashda. Birgalikda qo'llashimiz mumkin. Antibiotikdan qo'llashdan maqsad nima deydigan bo'lsak, o'rtoqlar, ikkilamchi infeksiyani oldini olish deb qo'ysak bo'ladi. Misol tekshiruvchi kelib qolib, o'tkir buyrak yetishmovchiligi nimaga antibiotik qo'llayapsan deydigan bo'lsa, boshqa bir qancha kasalliklarimizda ham antibiotik qo'llashimizdan maqsad ikkilamchi infeksiyani oldini olish maqsadida antibiotik qo'llaniladi. O'tkir allegoriya davolashda terapevtik konfliktlar, ya'ni boshqa masalalarni ham hisobga qo'yishimiz kerak degan slayd bu. Buyrak o'pka terapevtik konflikti. Prerenal allegoriya davolashda tomir ichidagi hajmni agressiv ko'payishi o'pka shishi rivojlanish xavfini oshiradi. Bu holat davolash OPNga qaraganda osonroq. Ya'ni mana o'sha o'pkada suv to'planib qolishini ham oldini olishimiz kerak, hisob-kitobini qilishimiz kerak bo'ladi. Buyrak bilan yurakni konflikti, ya'ni yurakka beradigan e'tiborimiz buyrak davolayotgan paytimizda
tomir ichidagi hajmni agressiv ko'payishi chap qonishi oxirgi diastolik bosimni oshirishi mumkin. Bu esa subendokardial qon oqimini cheklaydi. Vazodilatatorlar bunday bemorlarda yurak funksiyasini yaxshilashga imkon beradi. Demak, yurakka tushayotgan zo'riqishni vazodilatatorlar orqali nisbatan bir yengillatishimiz mumkin ekan. Gemorragik sindromni oldini olish quyidagilardan iborat. Dializni yetarli darajada davolashda, chunki buzilgan trombositlar funksiyasini tiklaydi. Proton pompa ingibitorlari, angiotensin 2 retseptorlari antagonistlaridan foydalanish mumkin. Angiotensin 2 APF ingibitorlari, angiotensin prevrащающий ferment ingibitorlari aytib o'tuvdik boshida buyrak uchun zararli, angiotensin 2 retseptorlar blokatorlari nisbatan zararsizroq bo'lgani uchun shular tavsiya qilinadi. Gemorragik sindrom holatida labil tromb omillari, ya'ni yangi muzlatilgan plazma, kriopresipitat qo'llaniladi. Gemodializ uchun ko'rsatma deyilyapti o'rtoqlar. Giperkalemiya, ya'ni qonda kaliy miqdori 6 dan ba'zi joyda 7 yoziladi. 7 dan ko'tarilib ketishi giperkalemiya deyiladi. O'rtoqlar, boshida bitta ma'lumot aytib o'tib ketdim. Qondagi eritrositlar miqdori oshadigan bo'lsa yoki qon qo'yiladigan bo'lsa, eritrositlar qancha ko'paygan sari bilasizlar, mana kaliy hujayra ichini mikroelement elektroliti eritrositlar qon tarkibida ko'paygani yoki qon qo'yilgan hisobiga qondagi kaliy miqdori kamayib ketadi. Nimaga desak, eritrositlar o'ziga ko'p miqdorda kaliyni biriktirib oladi. Shu hisobiga kaliy yetishmovchiligiga o'xshagan holatlar kuzatilishi mumkin. Qon qo'yilgan holatda ham azotemiya, kreatinin, plazmadagi kreatininning 200 mikromoldan ko'payishi, kislota asos muvozanati buzilishi, uremiyaning klinik belgilari, hushni buzilishi, qayd qilish, qusish, uremik miokardit, yuqori darajadagi gipergidratatsiyalar dializga ko'rsatma bo'lar ekan. Endi prognozi o'tkir buyrak yetishmovchiligi bilan og'rigan bemorlarning o'lim darajasi buyrakning o'tkir shikastlanishiga olib keladigan asosiy kasallikning og'irligiga qarab 10% dan 60%gacha. Zamonaviy dializ terapiyasi buyrak funksiyasini yetishmasligi bilan bog'liq hayot uchun xavfli metabolik kasalliklarni ko'pini oldini oladi yoki tuzatadi. Xudoning qudrati bilan bu bemorlar odatda buyrakning o'tkir shikastlanishi tufayli emas, balki buyrak shikastlanishiga olib kelgan asosiy kasallik yoki boshqa bir qo'shimcha infeksiya natijasida vafot etadi. Endi bu yerda xudo saqlasin o'limga olib keluvchi sabablarga kardiyagen o'pka shishi, uremik koma bilan rivojlangan bosh miya shishi, oshqozon ichakdan qon ketish, kardiyagen o'pka shishida o'rtoqlar yo gipovolemiya yoki kardiyagen shok hisobiga shok oqibatida o'lim bo'ladida. Oshqozon ichakdan qon ketishda qon sekinlik bilan ketaverish oqibatida ham qon yo'qotish, gipovolemiya shok hisobiga o'lim sodir bo'lishi mumkin. O'tkir nafas yetishmovchiligida bu yerda steroid yetishmovchiligi hisobiga o'sha yurak yetishmovchiligi, o'tkir o'pka yurak yetishmovchiligi hisobiga ham o'lim sodir bo'lib qolishi mumkin. Giperkalemiya hisobiga bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar bilasizlar, mana qon tarkibidagi kaliy miqdori ko'payib ketadigan bo'lsa, yurak sistolik holatda to'xtab qolishi mumkin. Xudo saqlasin, yoki kaliy miqdori kamayib ketadigan bo'lsa, yurak diastolik holatda to'xtab qolishi mumkin. Bu yerda mana buyrakning funksional birligi, nefronlar, mana keluvchi arteriya, nefronga kirib, nefronga chiquvchi arteriya, keluvchi arteriya yirikroq bo'ladi odatda, chiquvchi arteriya kichikroq bo'ladi. Mana kanalchalar tushuvchi qismi, ko'tariluvchi qismi va yig'ilib mana yig'uvchi naycha va borib buyrak naychasiga to'planadi. Mana bu yerda o'sha mana filtratsiya, reabsorpsiya jarayonlari keltirilgan, mana suv reabsorpsiya hisobiga yana qayta so'rilyapti. Mana qonga o'rtoqlar bilasizlar, mana dastlab o'sha odam organizmida bir kunda 100 litrgacha suv hosil bo'ladi va undan 98 litri, 98, 99, 98,5 litr yana qayta so'rilib ketadi. Shundan qolgan 1,5 litri peshob orqali chiqib ketadi tashqariga.